Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Jigarlarim, tuzukmisizlar? Charchamay. Mana YouTube anaqaga tiqib qo'yuvdi. Xullas yana chiqishni boshladi. Yaxshi xorozlar kelgan. Bugun bittasini bekor chiqildi. Bittasini emas, ikkitasini bekor chiqildi. Ikkala xorozim juda qattiq ekan. Gap yo'q deyordim. Bekorchi bo'lgani mana bekorchi bo'ldi mana. Xorozni kapalak qilib tashirkan bor-ku, kapalak. Juda yomon ekan bu. Silishkim yomon ekan. Narxi bekordan bekorga $400 emas-da buni. Hunari bor ekan-da, shunga yarasha. Hunari bor ekan. Mana xoroz kelgan, mana tomosha qilinglar. Jonivor. Krasavchik. Bir turli. Mana xoroz. Hozir tullovda bu xoroz. Juda katta narsa bu. Juda katta xoroz. Krasavits. Juda chiroyli xoroz. Olacha. Mana xoroz. Tullovda hozir. Kalta yuru garantiyali xorozlar. Avcham qattiq jonivor. Keyin Mamitda Mamilla bor. Ikkita. Xullashyapti hozir. Buni bugun akasi bor edi. Bir oylik, 1,5 oylik katta akasi bor edi. Tullayni bor, tullayni. Bu martda oxirida chiqqan bular. Martda oxirida chiqqan bular. Bularning akasi bor edi. Fevral oxiri, martda boshida chiqqani bor edi. Bundan 1 oylik kattasi bor edi. Tullayga bekor chiqildi. Tullayni kapalak qilib tashadi. Toza tanaga urar ekan. Bekorchisi bor. O'sha kanalimga o'tsanglar, YouTube kanalimga kirsanglar, Telegram kanal bor, o'shaning ustini bossanglar, Telegram kanaliga qo'shilib olasizlar. O'sha yoqqa tashab qo'ydim, tomosha qilinglar bir. Bular narxi $350 dan. Undan kam berilmaydi. Rost ekan xorozlar katta do'raga chiqib o'ynaydi. Bular dekabrlarda ushtirsanglar bularni. Uncha xoroz yurmaydi bularga. Hamma bor, karayisimiz ancha kelib qoldi bu. Ana kuni dodalar kelishuvdi, cho'ta tullayotganiga xorozga qo'shilmadi bu. Xorozga qo'shilmadi. Mana xoroz bor. Bu ham o'ta qattiq xorozlardan bittasi. Mana. Fevral jo'jasi, fevral. Mana. Juda qattiq bu ham. Garanti kachisi hammasiga atvicat qiladi xudo xolisa. Xoroz rost ekasimi, akalik xoroz rost ekasimi? Olaman deganligida bularning narxi $350 bular narxi. Toza yapon boqaman deb o'ynayman deganlarga mana toza yapon mana shu. Mana xoroz. Toza yapon zotlardan. Keyin yana bir tovuq ko'rsataman sizlarga, tovuq. Shularni qo'yaman deb anaqa qilib qilmayotgandim. Hozir sizlarga bir tovuq ko'rsataman. Turlari hozir bu nima? Turlarini. Mana tovuq. Qaranglar, mana shu tovuqni bitta tanishtiraman. Bu tanachiko'r xoroz bor edi. Toshkentning tanachiko'rini qizidan chiqqan. Anu zilzila bor, zilzila degan xoroz bo'lgan Toshkentda. O'shani qizi bu. Garantiya beriladi. Zilzilani qizi tullay tovuq. Mana tanachiko'rni
qizidan chiqqan. Bular narxi $300 bu tovuqlar narxi $300. Mana endi mard jo'jasi, mardmi, aprelmi, mard jo'jasi kichkintoy. Uyg'onib xoroz bo'lib olgan bu. Buni narxi $200. Tovuqlar narxi $300dan. Kimga kerak bo'lsa zot qilaman deganlarga shu tovuqlarni qo'yib olmay akalar, ukalar. Kelgan. Hozir boshlandi uje. Sovuq tushish. Sovuq tushib, uje xoroz tovuqlar ko'plarda shamollayapti. Ko'plarda shamollab qo'yapti. Xoroz tovuqlarga ehtiyot bo'lasizlar. Chunki shamollash ko'pda hozir. Shamollash ko'p, ehtiyot bo'lasizlar, kelib-kelib. Ozgina maza yo'q edi, akalar. Endi gapirayotganimni sezayotgan bo'lsanglar, ozgina operatsiyadan chiqdi, o'shanga gapirishga qiynalyapman ozgina, akalar, ukalar. Yana aloqaga chiqamiz, xudo xolisa. Kimga nima kerak bo'lsa so'rasanglar, xorozdan top beramiz. Ko'ringlar, qaranglar, akalar, ukalar, zo'r narsalar ko'p. Telefon qilsanglar gaplashib olaveramiz. Telefon nomerlarimni qoldirib qo'yaman, xudo xolisa gaplashaveramiz, akalar, ukalar. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha, akalar.